ayollar kasalliklari, mioma, kista, eroziya. To'ylarni dabdabalaridan ozgina xarajatni kamaytiringlarda o'sha хотя бы 2 oy oldin uylanadigan yigitga, turmushga chiqadigan qizga mahsulotlar bilan to'yintiringlar. Har bitta insonga katta stress bo'lsa kerak deyman, onkologiyani yozuvini o'qib darvozasidan kirib borish. Normal fiziologik hayotni kechirishingizga bu xalaqit beradi. O'spirin qizlarda bu narsalar kuzatilyapti. Turmushga chiqmagan qizlarda turmushga chiqmagan kasallik yosharib boryapti. Yosharib boryapti. Ko'payib ketganki, inson даже bitta stressni orqasidan o'ziga o'zi kamida 9 ta 10 ta stressni yasab olishadi. Meni o'zimga ham murojaatlar ko'p tushadi. Aynan ayollarning kasalligi bo'yicha vaziyatni qabul qila olmaslik, nega men bilan bunaqa bo'ldi? Nega turmush o'rtog'im menga bunaqa muomalada bo'ldi? O'zi ikki xil holatda kasallik kelib chiqadi. Kerakli narsa kirmaganida, kirgan narsa chiqmaganda. Bular ikkita ish bajaradi. Assalomu alaykum, Ganotim oilasi. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Men oliy toifali psixolog Oybarcha Obidova. Bugun sizlar bilan juda ham dolzarb mavzuda, oxirgi vaqtlarda ayollarni qiynayotgan mavzuda ayollar kasalliklari, mioma, kista, eroziya kasalliklari bo'yicha bugun sizlarga ma'lumotlar beramiz va bu bo'yicha men oliy toifali mutaxassis 34 yillik tajribaga ega nutrisolog, gonoterapevt Mahmurova Dilfuzapan taklif qilganman. Xush ko'rdik sizni. Xursandman. Men ham xursandman. Bugungi kunda meni o'zimga ham murojaatlar ko'p tushadi. Aynan ayollarning kasalligi bo'yicha juda ham ko'paygan va ayollar kasalligi bo'yicha so'rovnoma o'tkazganimda yoki aynan shu mavzuni yoritganimizda ko'p ayollar kasalligidan shifolanmayotganligini, doktor yurib, qancha pullarni sovurib yoki yillarni sovurib kasallik battar jiddiylashayotganini, hech qanday o'zgarish bo'lmayotganligini va qanaqangi psixologik maslahatlar berasiz bu kasallikdan xalos bo'lish bo'yicha deb oxirgi paytlarda juda ko'p mana shunday so'rovnomalar kelib tushyapti. Sizlarga qanaqa ayollar kasalligi bo'yicha murojaatlar kelib tushadi? Avvalo assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzu haqiqatan ham juda ham hozirgi paytda dolzarb mavzu desak bo'ladi. Sababi har 10 ta ayolning kamida 7 ta 8 tasida aynan o'sha kasalliklar bor va bularning alomatlari ko'rinadi. Chunki kelayotgan ayollarda aynan bu ayollarning kasalliklarini ko'payishi juda ko'p sabablari bor. Birinchidan o'sha ekologiya deydigan bo'lsak, ikkinchidan o'sha noto'g'ri ovqatlanish, kunlik ratsionda o'sha rejimni bo'lmasligi, bundan tashqari o'sha jinsiy hayotni normada emasligi, kechirimni yo'qligi, bir-biridan ayol va erkak o'rtasidagi xafagarchiliklar, bularning hammasi shu jiddiy muammolarga olib keladi. Nosog'lom munosabatlarda. Chunki hozirgi paytda shu darajada stresslar ko'payib ketganki, inson даже bitta stressni orqasidan o'ziga o'zi kamida 9 ta 10 ta stressni yasab olishadi bunday qaraganda va o'sha hayotni noto'g'ri tushunish natijasida shunaqa holatlar kelib chiqadi. Hozirgi paytda eng ko'p uchraydigan mana ayniqsa o'sma kasalliklari, mioma, kista, poliplar, eroziya va vaholanki ayollarda onkologik kasalliklarning ko'payib ketishi hozirgi paytda juda ham fojia hisoblanyapti. Birinchi navbatda bo'yicha birinchi raqam bo'ldi. Birinchi navbatda hozirgi paytda o'sha o'spirin qizlarni hayotga tayyor emasligi, ularning tanasida yetishmovchiliklarni ko'pligi ham bunga bitta sabab bo'ladi. O'smir yoshdagi qizlarda ham shunaqa kasalliklar uchrayaptimi? Avval faqat 4 yoshdagi ayollarda bu diagnozlar bo'ladigan bo'lsa, afsuski hozir o'spirin qizlarda bu narsalar kuzatilyapti. Turmushga chiqmagan qizlarda kasallik yosharib boryapti. Yosharib boryapti va o'sha vaholanki 70-80-yillarda onkologiya qarilik kasalligi deb o'qitilgan. Lekin hozir bu gapimiz bunga to'g'ri kelmayapti. Bu kasallik 35 yoshgacha, 40 yoshgacha bo'lgan insonlarning orasida ko'p uchrayapti. Menimcha ekologik sabablardan ham ko'ra birinchi o'rinda oiladagi nosog'lom munosabat va ota-ona bir-birini tushunmasligi agar o'smir yoshdagi qizlarda uchrayotgan bo'lsa, ayollarda ko'payib ketayotganligi, aynan siz aytganingizdek, kechirimni yo'qligi, vaziyatni qabul qila olmaslik, nega men bilan bunaqa bo'ldi, nega turmush o'rtog'im menga bunaqa muomalada bo'ldi, nega meni bunaqa qadrsiz qilaverishadi, shuncha oila uchun yonib kuysam ham nega meni mehnatlarimni qadrlashmaydi degandek ayollarni qadrsizlanishdan ham kelib chiqyapti.
oiladagi o'sha turmush o'rtog'i tarafidan, qaynonasi tarafidan shuncha oilaga borini bersa ham beryapti-yu, berganiga yarasha dacha, ya'ni munosib munosabatda olmayotganligi ham kasallikni rivojlanishiga sabab bo'lyapti deb o'ylayman men psixolog sifatida. Kasallikda asosida baribir stress turadi. To'g'ri, shunday. Lekin bitta narsa borki, tana Alloh tarafdan mukammal yaratilgan biologik mo'jiza. U o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega. Faqat unga ozgina yordam kerak xolos. O'sha er va xotin o'rtasidagi, ayol va erkak o'rtasidagi munosabatlarni mana bunaqa ko'tarilib ketishi, ya'ni ajrimlarning ko'payishi asosan tanada fiziologik jihatdan chuqur yetishmovchilik bilan bog'liq. Chunki mana bu yetishmovchiliklar qoniqish hissini bermaydi. Ayol erkakdan qoniqmaydi, qaynonadan qoniqmaydi, farzandlaridan qoniqmaydi. Umuman qoniqmaslikni bo'lmasligi, ya'ni boshqalarga nisbatan ko'p talab qo'yishi bu tanadagi yetishmovchilik oqibatidir. Ya'ni tanada hozir biz aytganda yashirin ochlik sindromi bor. Ya'ni dasturxonimiz juda ham to'la to'kis, hamma narsaga shu darajada rang-barang bezaladiki, даже olib yeyishga ham hijolatsiz, chiroyli sizga berishganidan. Lekin bularning tarkibi o'sha tanani talab darajasida emas. Kerakli makro, mikro nutriyentlar kirmayapti. Bu birinchi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sababli tanaga kirayotgan mahsulotlar chiqmayapti. Ya'ni organizmda ifloslanish, intoksikatsiya holati deymiz ko'p juda ham. Ayniqsa filtr organlarda, o'sha jigar, buyrak, o'pka, taloq, terida bularda filtr organlarining ifloslanish darajasi organizmda o'sha kasallikni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Yana bitta narsaki shundaki, mana har bir o'sma kasalliklarini boshlanishida ayniqsa ayollarda endometrioz degan diagnoz qo'yiladi. Ya'ni o'sha bachadon devorlarini o'lchamini buzilishi, ya'ni qalinlashishi yoki o'sha yerda o'smalarning paydo bo'lishi. Aynan bu holatda biz birinchi osoyishtaligi, ko'proq uxlashni tavsiya qilamiz. Afsuski, bu narsa ham hozir yo'q. Ko'p uxlashga bizda o'sha gadjetlar, ko'pincha o'sha telefonlarimiz, kechasi bilan internetda o'tirishimiz, bularning holati ham juda zo'r ta'sir qiladi. Chunki normal fiziologik muhitda organizm 9, uzog'i bilan 10 da uxlash kerak. Chunki 10 da organizmda eng katta filtr bu bizning jigarimiz, u o'zini tozalashda detoksni boshlaydi. Afsuski, biz kechasi 1, 12, 2 qilib yurganimizda jigar organizm tozalab ulgurmaydi. Va ifloslangan tanada yana ham qo'shimcha toksinlarning yig'ilishiga sharoit bo'ladi va bu surunkali bo'lgandan keyin ifloslanish organizmda ertaga filtr organlarning ishlamasligiga, limfalarda ifloslanish bo'lishiga va vaholanki keyin yallig'lanishga katta yo'l ochib beradi. Miyoma bilan juda ham og'ir xastalikda kelgan ayollar bormi? Ya'ni sizlarga murojaat qilgan, klinikaga murojaat qilgan. Nimaga aytyapman? Miyoma rakni boshlanish qismida juda ko'p ayollar, men o'zim guvohi bo'lganman. Aynan miyoma sabab miyomani olib tashlashga to'g'ri kelganda bachadonni ham qo'shib olib tashlashganda, klinikaga borganda murojaat qilganda, ya'ni oddiy обычный klinikalarda murojaat qilinganda bachadon bilan olib tashlashga to'g'ri kelingan. Agar o't pufagida muammo bo'lsa, o't pufagini davolash o'rniga o't pufagini olib tashlashgan yoki bo'lmasa, ya'ni mana an'anaviy nimada tibbiyotda a'zoni davolash o'rniga qaysidir hollarda a'zodan voz kechish tavsiya qilinadi-da. Sizlarni klinikanglarda aynan mana shunaqangi juda ham og'ir holatda, aynan shu bachadon bilan olib tashlashga to'g'ri keladigan holatga kelib qolgan deylik, ayolni holati, bachadonni holati, mana shunaqangi vaziyatda shifolangan ayollar bormi? To'g'ri savol berdingiz. Bunaqada natijalarimiz anchagina bor. Endi qarang, qachon olib tashlashga to'g'ri keladi, qachonki bemorning ahvoli o'sha kritik holatda bo'ladigan bo'lsa, qon ketish holati bo'ladigan bo'lsa. Umuman miyoma o'zi bachadonda hosil bo'ladigan yaxshi sifatli o'sma. O'smalar ikki xil bo'ladi. Yaxshi sifatli, yomon sifatli, lekin yaxshi sifatli bo'lsa ham u baribir normal fiziologik hayotda kechirishingizga bu xalaqit beradi. Qachon olib tashlashga to'g'ri keladi, qachonki qon ketish holatlari bo'ladigan bo'lsa, qarama noxush holatda kuzatish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, unda sira o'sha paytda olib tashlashga to'g'ri keladi. Vaholanki hozirgi paytda uni olmasdan turib, qanaqa qilib faqatgina o'sha
antibiotiklar bilan yoki qanaqadir bu yerda yo antibiotiklar yoki gormonal muolaja qilinadi o'sha an'anaviy tibbiyotda. Lekin bizani yo'nalish integrativ tibbiyot bo'lgani uchun eng birinchi mioma bilan emas, imенно o'sha miomani, yaxshi sifatli o'smani o'sishiga to'sqinlik qiladigan muhit yaratishimiz kerak. Ya'ni men aytamanki, bu tanada o'sha ishqoriy muhitni yaratib berishimiz kerak. Ishqoriy muhitni yaratish uchun yana boyagidek limfa sistemasi, jigar, ichaklar faoliyati, o't qopi bular hammasi normada ishlash kerak bo'ladi. Qachonki o'sha muhitni yaratilgandan keyin o'sayotgan o'smaga sharoit bo'lmasa, ya'ni ularga kelayotgan kislorod oziqa yo'li kesiladigan bo'lsa, o'sha miomani so'rilishi yoki bizada praktikada bo'lgan xuddi bola tug'ilgandek o'sha o'sma tug'ruq ajralib tanada xuddi to'lg'oqdek bo'lib tug'ilish jarayonlari ham bo'lgan. Chunki yo'nalishda shunaqa bir mo'jizaviy mahsulotlarni tavsiya qilamizki, Ganoderma asosli. Bu organizmda bittasi emas, 6 ta eng muhim a'zolar tizimi bilan ishlaydi. O'zbekchilikda o'sha aytganingizdek avval sog'lom muhit yaratish kerak desangiz, xarajatni o'ylashni boshlashadi. Lekin bunday olib qarasangiz, juda ham strashniy holatda klinikaga borsa yoki shifoxonaga borsa, undan 3 baravar, 10 baravar ko'proq pul ketadi baribir. Lekin ham moralniy holatini, ham tanasini sog'lomlashtirish bo'yicha eng to'g'ri tavsiyani beradigan bo'lsangiz, hali muammo jiddiy emas yoki og'riq bermayotgan ko'rinishda, endi birinchi etapdagi ko'rinishlari bor, kasallikni o'zini namoyon qilgan ko'rinishlari. O'sha paytlarda mana bu eng yaxshi yechim. Bu bilan ham san o'zingni hujayra darajasida oziqlantirasan, ham sog'lom turmush tarziga o'tasan, ham tanang yosharadi, ham undan tashqari puling ham tejiladi degan to'g'ri yo'lda ko'rsatsangiz, odamlarda eng katta muammo deyman, o'zini qadrlamaslikdan kelib chiqib, buni to'g'ri tushunishmayapti, to'g'ri qabul qilishmayapti, mahsulotni ham nimasiga, farqiga borishmayapti. Endi aytayotganingizdek, mana bu o'zimizdagi tavsiya qilinadigan an'anaviy meditsinadagi dorilar baribir tanaga qanchadir qismi foydali, lekin ko'p qismi ziyongada. Har bitta tana a'zosiga o'zini ziyonini qoldiradi. Bu mahsulotlarda hech qanaqangi ziyon qolmaydi deb eshitganman-da men. Da, to'g'ri. Endi aynan o'sha Gano Excel korporatsiyasini yetishtiradigan Ganodermasi bu oddiy tabiatda o'sadigan Ganodermadan juda katta farq qiladi. Farq shundaki, o'sha mikolog olim janob Lasoseyni bu 15 yillik mehnati, bular o'sha tabiatda eng zo'r odamni 6 ta a'zosiga o'xshab o'sadigan turlarini ajratib oldi. O'sha 365 xil Ganodermani ichidan, yana 120 xil ichini qo'zqorini ichidan aynan bosh miyaga o'xshab o'sadiganni, yurakka o'xshab o'sadiganni, insonni buyragiga o'xshab o'sadiganni, taloqqa, jigarga o'xshab o'sadiganlarni ajratib oldida, bularni 15 yil davomida 52 ta avlod o'zaro chatishtirildida, yagona bitta Ganoderma yaratildi. Aynan bu Ganoderma yana judayam yuqori know-how texnologiyasi asosida yetishtiriladi va shunchaki bu kukun holatda emas, balki ekstrakt holatda, ya'ni tomchi holatida. 65% adenozindan iborat bo'lib, bular 3 xil muhitda bemalol eriydi, bor yo'g'i 5% havoda uchuvchan modda hosil qilish mumkin va organizmga shu darajada yuqori texnologiya asosida ekstraksiya olinadiki, va buni konsentratsiyasi ham yuqori, 40/1/80 nisbatda olinadi va inson tanasiga tushgandan keyin hech qanaqa cho'kma hosil qilmaydi. Sababi bu ekstrakt. Tomchi holatda, hattoki o'sha men aytamanki, nimadir doriga mahkum insonlar bor, o'zini shunaqa mahkum qilgan, bemalol qo'shib iching, o'sha dorilarni nojo'ya effektini yo'qotib, sizga o'sha dorilarni foydali qismini olib, hujayrani ichigacha, yadrogacha olib boradi. Aynan o'sma kasalliklarida bu qanaqa ishlaydi? Immuniy organizmda juda kuchli tozalov qism qiladi. Mahsulotni birinchi yordami tajribamdan bilamanki, aynan mioma, kista, o'sha o'sma kasalliklar aniqlangan insonlarda xohlaysizmi yo'qmi ruhiy tushkunlik, tushish bo'ladi. Kayfiyatini yo'qligi. O'larkanman deydigan baribir hayotim qisqa ekan, bu uchun kimdir aybdor deb atrofdagi insonlarni ko'rsatadi. Mahsulot ichib boshlagandan birinchi navbatda o'sha insonning ko'zi yonadi.
unda kayfiyat bo'ladi, unda g'ayrat bo'ladi, yashashga umid bo'ladi. Ya'ni bu mahsulotga ishonish ishonmaslikdan qat'iy nazar bu yo'q. bo'ladigan narsa. Qat'iy nazar xohlagan insonga o'sha mahsulot berilganda kayfiyat ko'tariladi, o'sha yashashga nisbatan. Bu narsa bosh miyadagi o'sha gormonlar faoliyatini tiklashga yordam beradi, o'z-o'zidan gormonal preparatsiz. Chunki boshimizda gipofiz degan bez bor. Bu butun bezlarni boshqaradi. Gipofiz o'zini tiklab olgandan keyin u o'sha o'zi ishlab chiqarayotgan 9 xil gormon normada chiqqandan keyin aynan organizmda o'sha ayollik gormonlari ham miqdori normaga tushadi. Bu birinchi bo'ladigan bo'lsa, ichkarida organizmda keyin juda kuchli detoks jarayoni bo'ladi. O'sha tozalanuv jarayoni bo'ladi va yana bitta o'sha miomaga qarshi kurashadigan limfa sistemamiz bor, juda murakkab tuzilgan. Limfalarda limfositlar ishlab chiqarish jarayoni normallashadi. Shuning uchun buni tarkibidagi o'sha triterpenoidlar, adenozin organizmda shu darajada yangi hujayralar hosil bo'lishiga yordam beradiki, aynan o'sha adabiyotlarda, o'sha Amerika farmakopiyasi, Xitoy farmakopiyasida onkologiyaga qarshi nomer 1 raqamli mahsulot deb ham tan olingan. Va buni bizani O'zbekistonga kirib kelishi juda ham bir mo'jiza. O'zim aytaman, O'zbekiston xalqi peshonasi 5 qarish emas, 8 qarish. Chunki bu mahsulot dasturxoningizda bo'lar ekan, siz onkologiyani eshigini tagida sarg'aymaysiz. Umuman hech qaysi shifokorlar eshigini tagida sarg'aymaysiz. Nega unda mana shuni targ'iboti yetarli darajada bo'lmayaptimi? Har bitta xonadonga bu haqida ma'lumot yetarlicha yetib bormayaptimi? Hali ham chorani an'anaviy meditsinada izlab yurishibdi. Aynan o'sma kasalliklar bo'yicha. Mana yaqinda eshitgan bo'lsangiz, bitta qo'shiqchi qiz, 19 yoshli Shirin Abdullayeva degan qiz birdan o'tib qoldi. 2 hafta komada yotib. Aynan o'sha qizni men ijodini kuzatardim, o'zi yaxshi ko'rardim bu qizni. O'tib qolishidan bir haftacha oldin xayolim keldi, shu qiz ijod qilmay qo'ydi, yangi qo'shiq chiqmay qo'ydi desam, bir hafta o'tar o'tmas u qiz haqida noxush xabarni eshitib xafa bo'ldimda, bitta o'sha nutrisolog bilan gaplashganimda ular aytdilar-da, bekor haligi bizni mahsulotlarni ichirmabdilar. Ya'ni aynan bu mahsulotlar ichirmabdilar. U o'sha koma holatida ham ichirilganda miyaga ozuqa yetib borardi, u ko'zini ochgan bo'lardi. Mahsulot ichmagani uchun va an'anaviy o'sha dori-darmonlar bilan shifolashga harakat qilishgani uchun ham miyaga ozuqa yetkazib berilmagan, buning oqibatida u komadan uyg'onmagan degan narsani aytdilar-da. Shunaqangi darajada, ya'ni koma holatidagi miyada o'simta tashxisi qo'yilgan bemorlarda ham natija bo'ladimi bu mahsulotlar bilan? Endi unda o'simtani qay darajada ekanligi, u qayerda o'sayotganligi. O'simtalar bo'ladi, u bosh miya suyakdan o'sadi, ichkariga qarab. O'simtalar bo'ladi, bosh miyani ichki sohasida, yarim sharlar ostida bo'ladi. O'simta qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, uni o'sishiga sharoitda yo'qotiladigan bo'lsa, mahsulot endi uni darajasi ham, u 1-darajadami, 4-darajadami. Endi unda bexabar bo'lishgan birdan bo'lib qolgan. Endi birdan bo'lmaydi hech qaysi kasallik. Prosta bunaqa xavfli o'sma kasalliklarning bitta katta minusi bor. Biz anglamaymiz. Ular tish og'riqqa o'xshab, quloq og'riqqa o'xshab, yo'q oshqozoningiz og'riganda ular og'rimaydi. Va butun tanani ayniqsa qoplab olgandan keyin biz bu simptomlarni bilishimiz, boshqa qilishimiz mumkin. Shuning uchun hozirgi paytda nima deyapmiz? Faol jismoniy harakatni nima qiling, stresslarni yo'qoting, to'g'ri ovqatlanishga harakat qiling, suv rejimini qiling deyapmiz. Eng asosiysi men doim ta'kidlaydigan uyquni vaqtida qiling. Hamma narsani qilgan bilan uyquni qilish qiyin bo'ladi, chunki telefonlar ko'p chalg'ituvchi. Bugungi kunda bu narsa bilasizmi? Asabiylikka, jizzakilikka, xotirani so'yishiga ham olib keladi. Chunki tez o'tkazilgan narsa bu narsaga sababchi bo'ladi. O'sha simptom bermaydi. Inson o'zini yotib qolmasa, og'riq bo'lmasa, vrachga murojaat qilmaydi. Shuning uchun hozir aytyapmizki, baraka topkurlar, to'ylarni dabdabalaridan ozgina xarajatni kamaytiringlarda, o'sha hattobi 2 oy oldin uylanadigan yigitga, turmushga chiqadigan qizga mahsulotlar bilan to'yintiringlar. Chunki xohlaymizmi, yo'qmi, oldin rahmatli onam aytardiki, ginekolog bo'lgan, o'sha ko'p xalqqa xizmat qilganlar aytardiki, 90 bo'lsa hemoglobin, biz o'sha xavotirga tushib
учетga olib uni harakat qilardik что nima tabletkalar bilan gemoglobin ko'tarishga. Hozir kechirasiz 90 gemoglobindan hech kim hayratlanmaydi hozir. 120-130 ni kutmaydi. Endi qarang, 90 gemoglobin bilan dunyoga kelgan farzand qanaqa qilib sog'lom bo'ladi? Buni hech ham iloji yo'q. O'zi onaga yetmaydigan. Shuning uchun o'sha vaqtda hali turmushga chiqmasdan, uylanmasdan oldin mahsulot bilan to'ydirilsa, chunki nima uchun mana Reishi Gold qizil kategoriyadagi organlar bilan shug'ullanadi. Men juda ham yaxshi ko'raman, aynan bu Reishi Goldni bilasizmi? Men aytaman, bittagina kapsulasi necha ming kilometr qon tomiriz bo'lsa, hamma joyini tozalash xususiyatiga ega. Biz qon bilan tirikmiz. Yurak, qon tomir, qizil organda, jigar qizil, taloq qizil, qayerda qizil kategoriya bo'ladigan bo'lsa Reishi Gold. Boya aytganda 6 xil organ gonodermasi imенно mana shunda to'yib yetilgan o'sha know-how texnologiyasi asosida tayyorlangan Reishi Gold. Chunki bilasizmi, ichgandan boyagi insonlarning ko'zini yonishi bu qon aylanish bilan bog'liq. Ichgandan unda kayfiyatni ko'tarishi, o'zicha nim tabassum bo'lishi bu bilan bog'liqda. Siz har bitta organga palon vaqt sarflab, palon mablag' sarflab yotasiz. Men aytaman, Reishi Gold ichinglar, baraka topinglar. Tomirlar o'zi tozalanadi, o'zi kayfiyat bor joyda oilada yashash. Plus Exelium Gold, masalan, buni sherigi deymiz. Biz bu mahsulotni men buni hech narsaga almashtirmagan bo'lardim. Hech qachon mana kecha ham oldim, o'zim uchun hech qachon to'xtatmaslikka harakat qilaman. Oldim bir 3 yil avval aytardim, baraka topkurlar. Bir yilda bir marta sanatoriyga ham borasizlarga, kelinglar, shu sanatoriyga bormanglar-da, shu yerda hozir aytaman, baraka topkurlar, to'xtatmasdan ichinglar deyman. Nima uchun? Chunki yildan yilga mana o'z xabar bor, ma'lumotlar asrida yashayapmiz-da. Shunaqa tez rivojlanyapti. Даже ulgurmaymizda ma'lumotlarni o'qib o'rganib. Atrofda juda ko'p. Men aytaman, miyiz o'ziga kerak ma'lumotni ichidan ajratib olmasangiz, xolismi, yo'qmi, u baribir kerak-nokerak ma'lumotlar bilan to'ldiradi. Miya o'zini keyin yashashiga xalaqit beradi. Давайте Exelium Gold ichinglar, tamiz, The Brain Tonic deydi. Buni ingliz tilida bosh miya tonigi. Mana o'zim nevaram tug'ilgandan даже kelinni jahli chiqdi. Oyjon nima beryapsiz? Men bilaman nevarani, sendan ko'ra men yaxshiroq ko'raman. Shunaqa bo'lar ekan, to nevarali bo'lmaguncha buni bilmas ekansiz. Mana holigacha ichadi shu. No, endi 25 yoshdan oshgan inson bo'lsa, давайте birga. Chunki 25 yoshga oshgan insonda xolismi, yo'qmi, 12 kilogrammgacha ichakda qumlar, tuzlar, toksin yig'ilar ekan. Bular tozalab bersa, bular to'ldiradi. Endi hammasini sababi oldingidan ham ko'ra, demak, bugun bizni aynan mana shunday sog'lom ovqatlanishga ehtiyojimiz katta ekanda. Chunki aytganingizdek, Hojiboy Tojibom aytadi, agar olmani qurt yegan bo'lsa, u sog'lom. Bugun qurt yegan olmalar yo'q. Yo'q, haqiqatan ham yo'q. Hamma narsa chiroyli, qulpinaylar ham mana kechagina qulpinay yeb, biz 2 kun atravleniya bo'lib qoldik qizim bilan. Tomog'ini yuvdirdik, ichi ketdi, oshqozoni ishlamay qoldi-da. O'shanda Ganoni kofesini ichirishni boshladim. Sразу Furqat aka bilan xabarlashdimda, qaysini beray dedim. Aynan men kofesini ichirishingiz kerak deb tavsiya berdilar. Ichirdim, holati yaxshilanishni boshladi. Keyin bizda mana 8 yildan beri meni o'zim uyimda birinchi marta 2017-yilda xabar topgan bo'lsam, o'shandan men mahsulotlarni nima qilaman, 8 yildan beri mana uyimda mahsulotlari bordi va geli bizda eng birinchi tibbiy yordamchimiz, skoriy pomishimiz. Sayohatga chiqsak ham albatta o'zimiz bilan olib olamiz, chunki usiz iloji yo'q. Albatta havo almashishi bilan bolalarda holat o'zgaradi. Shunaqangi paytda gelidan ozgina suvga aralashtirib turib ichirib yuboraman. Holati sraz yaxshilanadi. Bo'lmasa hozirgi bolalarda allergiyaga moyillik ham kuchayib ketyapti. Bu aynan o'sha ob-havoni, tabiat ifloslanishi bilan bog'liq. Endi buni keyingi mavzularimizda to'laqonli yoritib beramiz. Aytmoqchimanki, buni bir marta iste'mol qilib ko'rganlar shaydosiga aylanadi deyman. Misol, men ko'chani kofesidan iste'mol qilmayman. Oxirgi 3-4 yil ichida umuman icha olmaydigan bo'lganman, tanam qabul qilmaydi nimagadir. Lekin Ganoni kofesi desa, bezatkaz ichaman, iste'mol qilaman. Nima uchun Barchinay bilasizmi, nimaga ko'chani kofesini icha olmaysiz? Chunki men o'zimni qizlarimda bir ajoyib nimani kuzatganman. Chunki bari xolismi, yo'qmi, o'sha Ganoga kirib kelgan paytlarim yoshlar bari kolani yaxshi ko'rishadi, fast foodlarni yaxshi ko'rishadi, yashirib ichishardi. Ichmanglar desam ham
shu o'zim natija olgandan keyin siz man 1 yil oldin eshitgan ekanman 2016da berga kelganda shunaqa bo'ldiki o'zim zo'r natija olgandan keyin ularga ham mahsulot berib boshladim-da. Orada mana qizim, ikkinchi qizim o'qishga kirdida, keling aya o'qishga kirdik, tam morojniy yeymiz, tam kola ichamiz. O'tirdik shunday nimada ko'chada. Ular olib keldi, kolasini icha olmadi. O'zlari hayron, olib keladi, ko'ngli ko'tariladi. Keyin aytdim, mahsulot shu darajada aqlli deymiz. Boshida men ham qanaqa aqlli ekan derdim. Keyin vaqt o'tib bu narsani bildim-da, mahsulot shu darajada sizni tozalab to'ldiradi. O'sha hujayra to'lgandan keyin o'sha boshqa narsaga ehtiyoj bo'lmaydi. Masalan, o'zim ham to gamnogacha bir odatlarimiz bo'lganki, hozir bu narsani qila olmaymiz. Xohlasak ham tanani shu darajada to'yintiradi bu. Tozalab to'yintiradi. Prosta tak bad emas bu. Shuni tushunish xohlardim. Masalan, juda ko'p badlar bor. Masalan, biologik aktiv dabavkalar, ovqatga qo'shimchalar, lekin ularda terapevtik xususiyat yo'q. Ya'ni davolash xususiyati bo'lmaydi. Mana bugun tanaga qancha narsa kerak? 90 xil element aytamiz, 30 xil nimalar, 20 xil vitaminlar deymiz. Qaysidir bir 15-20% qoniqtirishi mumkin, lekin menda 8 yildan beri kirmayotgan kalsiyni, 3 yildan beri kirmayotgan foliyaviy kislota misol uchun bularni o'rnini to'ldirmaydi va unda tozalash xususiyati yo'q. Ichgan payti to'g'ri, qanchadir laboratoriya tekshiruvdan o'tgan, ichish kerak, foydasi bor, lekin peridozировка qilsangiz, dozasini oshirib yuborsangiz nojo'ya effekti bor. Dozani esa faktiski hech kim bilmaydi, tavsiya qilayotgan inson ham. Va kasalligingiz qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Chunki hech qaysi kasallik kamida o'sha miomalar ham birdaniga paydo bo'lmaydi. Yillab noto'g'ri turmush tarzi, noto'g'ri nimalar tarzda bo'ladi, stresslar natijasida. Men aytamanki, olib borish kerak emas o'shangacha. O'sha sizda 4 barobar xarajat. Hozir mana dasturxoningizga shu narsani qo'ysangiz, hamma narsani asorati yallig'lanish bilan bog'liq. Tomir yallig'landi, varikoz bo'ladi. Buyrak yallig'landi, tosh, qumlar, tuzlar yig'iladi. Oshqozon yallig'landi, gastrit yaralar ochiladi. Yallig'lanishga biz kortizol tavsiya etamiz. Mana sariq kategoriyadagi mahsulotni tavsiya qilamiz. Nimaga? Bu kortsepsdan olingan. Bir vaqtlar men xo'jayinimga naturalniy kortsepsi izlab topolmaganmiz. Qanchadir dollarga ham rostagamiga qidirganmiz, lekin mana dasturxonimizda Allohga shukr. Plus bu shunchaki kukun holatda emas, bu ekstrakt holatda, 100% eriydigan holatda aynan uchalasi bilan organizm bilan shunaqa chiroyli ishlaydi. Sizda qon aylanish, sizda asab sistemangiz, nafas olish organlar sistemasi bilan, limfa bilan shunaqa chiroyli ishlaydiki, yallig'lanish yo'qotilar ekan, erda kislorod bilan to'yintirilgan o'sayotgan o'smalarga sharoit yo'q o'zi. Kattalarga qimmatbaho nimadirlar sovg'alar qilishyapti-da, xursand qilish uchun. Eng yaxshi sovg'a mana shu komplektni sovg'a qilsa, sovg'a shu. Ham umrlari uzayadi, ham sog'lom yurishadi yo'llarida. Qarang, men tavsiya qilyapman davleniyaga bu mahsulotni. Zadni ochkini tashlayapti. O'zim xo'jayinimda shunaqa holat bo'lgan. Zreniya ham yaxshilangan. Keyin o'ylayman, nimaga ochkini qanday? Men deydi ishxonada ochkisiz gazeta o'qiyotganimni. Bu bo'lgan narsada, shu 6-7 oyda kelgan narsa. Mana qizimga buyragi uchun ichirganman, buyragida rosa toshlari ko'p edi, lekin zaadno allergicheskiy yo'tallari bor edi, kichkina ko'k yo'tal qilib qo'yganmiz, bolalikda yosh bo'lganmiz. Nima bo'lish? Mahsulot aytyapmanki, siz bitta joy uchun fokus qaratadi, lekin mahsulot 6 ta organ bilan parallelni ishlaydi. Mana eng chekka qishloqlarda ham 10 kun lecheniyaga 3 million, 3,5 million pul ketadi. Lekin u vaqtincha narsa. Siz o'sha dasturxonga baribir shuni olib kiradigan bo'lsangiz, sizda kompleks lecheniya bo'ladi, oilaviy lecheniya bo'ladi deymizda. O'sha xavfli o'sma kasalliklari oldi olinadi. Hech kim kafolat bermaydi hozir hech kimga. Faqat mahsulot shu darajada natijalar ko'p qildik. Mana O'zbekistonda 15 yil davomida bo'ladigan bo'lsa, даже o'zimiz kutmagan natijalarni ham qildik. Hatto shunaqa bo'ldiki, homilador tashqarida mioma o'sib turibdi. Ham mioma bor, ham homila katta bo'lyapti. An'anaviy tibbiyotda olib tashlash kerak. Homila ham matga ketgandan keyin farzandli yo'qmi, farzandli bo'lolmaydi. U kerakli organ, u dum umurtqasi emas, appenditsit emas, keraksiz organ bo'lib. Va mahsulot ichish davomida mioma ham so'rildi, homila ham normal katta bo'ldi. Bilasizmi, shunday mo'jizaviy natijalar qilganmiz. Klinika shifokorlari bilan hamkorlikda. Bugungi kunda farma sanoat,
farmatsevtika O'zbekistonda biznes darajasida juda rivojlanib ketdi. Buni gapirishda, hayiqishda ham yoki bo'lmasa gapirmasdan o'tib ketishda ham xato deb bilaman. Iloji yo'q. Hatto chet eldan kelgan insonlar sizlarda shunchalik kasal odamlar ko'pmi degan savolni ham berishgan. Biz o'zimiz ham aynan kasallik bo'yicha efir qiladigan bo'lsak, shunchalik talab yuqoriki, manda aynan shunaqa kasallik yoki 5 ta 6 ta kasallik sanasam, 5 ta 6 ta kasallikda ham manda bor deydigan ayollar borda. Lekin mana aytayotganingizdek sog'lom turmush tarzi, sog'lom yashash, sog'lom ovqatlanish bo'yicha, batlari bo'yicha men Turkiyaga 2022-yilda safar qilgan paytimda u yerda apteka topa olmaysiz. Ularda Turkiyani batlari desa, biz anaqa stilistimiz Oydinoy opalar bilan borganimizda Turkiyani mashhur batlari bor, bilasizlarmi? Mana bu tochkalarda faqat ular mana shu batlardan olinglar deb o'zlari reklama qilib aytib ketishdi, lekin boshingiz og'riydimi, misol davleniyaz ko'tarilib qoladimi, apteka topa olmaysiz. Bo'lsa ham juda ham kam sonli va doktor nazoratisiz ular dori bermaydi-da aptekalari. Bizda bo'lsa, hattoki doktorda anaqasiz ham kirib turib, mana boshim og'riyapti yoki mana yuragim og'riyapti desangiz, biz aptekachilarimiz doktordan ham o'tib ketishgan, o'zlari tavsiya beradigan darajada. Qachonki bizni ham o'zbek aholisi aynan bat mahsulotlarini o'zini turmush tarziga, hayot tarziga, ozuqasiga, kundalik hayotiga olib kirmas ekan, biz faqat farm sanoati yoki farm biznesni rivojlantirganimiz qoladi xolos, lekin bu orada qancha odamlar yo'q bo'lib ketishi yoki halok bo'lishi hech gap emas. Chunki farmatsevtik dorilarni asosiy qismi baribir ziyon. Tanada o'z qoldig'ini qoldiradi va 100% shifo bermaydi. Va bizda ham aynan kasalliklar bo'yicha men o'zim efirlar qilaman. Ruhiyatini tartiblaganim bilan tanada kuch yo'q. Ibn Sino ham aytgan, ruhiyat bilan tanani shifolashdi, alohida shifolab bo'lmaydi. Ruhiyat bilan tanani birgalikda shifolasa, biz tezroq yutuqqa natijaga erishamiz. Agar alohida shifolanadigan bo'lsa, bu uzoq muddat davom etmaydi degan narsalarni aytganlar. Men bunga 100% qo'shilaman. Biz ruhiyatini tartiblab berganimiz bilan, aynan kechirim, o'sha endi miyoma kasalligi kuzatilyapti yoki ayollik a'zolarida kasallik kuzatilyapti degani hayotidagi erkaklardan xafagarchilik bor deganida. Xafagarchilik avvalo o'sha qin yo'llaridagi yallig'lanishdan boshlanadi, keyin eroziya ko'rinishiga o'tadi, keyin kista ko'rinishga, undan keyin eng oxirgi ko'rinishi o'sha rak, mastopatiya ko'krakdagi o'sha o'simtalar paydo bo'lishi ko'rinishigacha o'tib ketyapti. Bugun juda ham ko'p. Nimaga ko'p? Ayollar haqiqatdan ham o'zini qadrsiz his qilayotganligidan oilada va ular bilan juda ham erkaklar tomonidan qo'pol munosabatda bo'linayotganligidan, oilada o'z o'rnini topa olmayotganligidan, boshida aytib o'tganimdek, haddan ortiq qadr qiymat bersa ham o'sha qadrlanmayotganligidan bu yoqda kasalliklar kuchayib ketyapti. Endi kimning cho'ntagiga ziyon? Baribir erkak kishining o'zining cho'ntagiga ziyon yoki erkak kishining o'zi ayol kishini kasal bo'lgan holatida shifolamaydigan bo'lsa deylik, ayol kishini ota-onasining cho'ntagiga ziyonda. Ko'p oilalarda bilaman, kasal bo'lganda turmush o'rtog'i holidan xabar ham olmaydi, o'zini ota-onasiga qolib ketadi. Men sog'lom holatda bergandim, menga kasal holatda bolamni qaytarib berdi deb o'rtada battar ziddiyat kuchayadi-da. Aytmoqchi bo'lganim, men o'zimdan so'rashadi, qanaqa bat mahsulotlari qabul qilasiz? Va bizga bor, ichimizda shunaqangi ma'lumotli qismimiz ham bor, ma'lumotli insonlar ham bor, o'zini hurmat qiladigan insonlar ko'p, juda ham. Shular so'rashadiki, qanaqangi bat mahsulotlari iste'mol qilasiz? Bugungi kunda ko'paydi bizda. Biznesga ham aylanib ketgan joylari bor. Siz ham kuzatib yurasiz, tekshirib yurasiz. Qaysinisini tavsiya qilasiz? Qaysinisini o'zingiz iste'mol qilasiz deyishganda, men 8 yildan beri men Ganoni eng yaxshi targ'ibotchisiman o'zi. Meni ishqonsanglar bo'ladi bemalol hamkorlikka. Chunki men avvalo auditoriyamga o'zim yaxshi ko'rganimni, o'zim sevganimni, o'zimga naf berganini tavsiya qilaman. Yolg'on gapirishni xohlamayman. Mahsulotlar ichida rostdan ham tekshirib ko'rganman boshqa bat mahsulotlarni biznes qilishayotganlarni tarmog'idan foydalanib ko'rgan, tekshirib ko'rgan paytim bo'lgan, lekin solishtirib ko'rganimda, ya'ni qaysi bir ustunligini bilishni ham tekshirib ko'rishingiz kerak-ku. Hammasidan ustun va hech qanaqangi fikrim o'zgarmagani va 8 yil davomida oddiy gel misolida hech qanaqangi tarkibi o'zgarmagani aynan Ganoni mahsulotlari deya olaman-da. Bu sizni ishonchingizni tushirib qo'ymaydigan, kimnidir oldida uyaltirib qo'ymaydigan, hatto oddiy kechagina shunaqa nima bo'ldi, bizga Navruz bayrami bilan sovg'a qilib Furqat aka olib borishdi, nima bilan
korporatsiyadagilar bilan bir korobka kofelardan komplekt qilib sovg'a qilib berdilar. Keyin guruhda oilaviy gaplashyapmiz. Keyin menga shunaqa sovg'a berib ketishdi desam, singlim opa menga ham bering deyapti. Endi bizda avvalo onam iste'mol qilib olib kirganlar xonadonimizga. Oilaga olib kiradigan ayol kishida baribir. Oilani dasturxoniga ham qo'yadigan ayol kishi xabardor bo'lish kerak avvalo bu narsadan. Onam aytayaptilar, opangdan pul so'rasang so'ra, lekin Ganoni mahsulotini so'rama. Bermaydi. Rostdan buni ta'mini tatib ko'rgan, oddiy kofesini ta'mini tatib ko'rgan, oddiy mahsulotni bir marta iste'mol qilib ko'rgan. O'sha men endi homiladorligimda ko'proq iste'mol qilganman, qizimga homiladorligimda. Aynan mana shu an'anaviy meditsinadagi shifokorlarning noto'g'ri gapi bilan men stressga tushganman. Qizimga homiladorligimda, lekin qarorim o'zgarmaganda nima bo'lsa bo'lsin, lekin men farzandimni sog'lom dunyoga keltiraman deb Ganoni mahsulotlarini to'xtatmasdan ichganman. Mana bugun qanaqa yugurlab yuribdi, ularni fikr noto'g'riligini tasdiqlagan ham buni kuchi bilan meni o'zimni tanamni kuchi kam bo'lgan, bilaman. Yetishmovchilik bo'lgan, kalsiy kam edi, qonim kam edi-da. Lekin bu mahsulotlar bilan men o'zimni yaxshi his qilganman. Homiladorligim ham yaxshi o'tgan. An'anaviy tibbiyotda endi baribir farm bilan ish ko'riladi yoki xirurgik jarrohlik yo'li bilan ish ko'riladi. Lekin bitta narsani nima qilaman, doim o'sha kimda tanasida, kim o'zini yaxshi ko'rsa, kim sog'ligini birinchi o'ringa qo'ysa, biza o'zimiz sevib iste'mol qiladigan mahsulotlarni tavsiya qilamizda. Farqimiz. Hech kimga bermay, boy siz aytmoqchi, pul bersak beramiz, lekin mahsulot bermaymiz. Lekin har bitta nevropatologmi, urologmi, ginekologmi kim bo'lsa ham vrachlar o'zida bu dorini sinab ko'rmagan, sinab ko'rmaydi ham. Chunki bunga hojat ham yo'q, ehtiyoj ham yo'q. Mahsulotlar shu darajada ajoyibki, biza o'zimiz o'sha mahsulotni o'zimizda sinab turib, mana doimiy, mana hozir aytaman, to'xtatmasdan ichaman, chunki baribir 9 yil avval men o'zimda zo'r natija olgan bo'lsam, 9 yilga ulg'aydim hozir. Tomirda fiziologik qarish baribir u tabiiy bo'ladigan jarayon. Shu holatda bizani ushlab tursa ham Alloh bergan umri bu bizani yutug'imiz bo'ladi-da. Shuning uchun ham aynan shu 3 ta Gold seriya mahsulot men aytamanki, hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Agar sizni 10 kilo tillingiz bo'lmaydimi, sog'ligingiz bo'lmasa, hammasi bekor. Hammasi bekor. O'sha payti katta xarajatlar to'g'ri keladi. Shuning uchun aynanda o'sha bor yo'g'i 10 kunlik o'sha chekka qishloqlari 10 kunlik lecheniyasini puli hisoblanadi bu hisobda qaraganda. O'sha mahsulot bo'ladigan bo'lsa, imенно mana shu siz hozir gelni ta'riflayapsiz, aslida zubnoy pasta u. Tarkibida ftor bo'lmagani uchun iste'molga biz tavsiya qilamiz bu narsani. Endi o'zim skoriy pomosh tez yordam deb ot qo'yib olganman. Tishing og'risa gel qo'y. Burning bitib qolsa gel qo'y, burning oqib qolsa ham gel qo'y. Yoki biz toshmalarda meni bolalarimni terisi yomon. Qishloqqa borsak, o'sha viloyatlarga chiqadigan bo'lsak, srazaligi chidamsizda terisi ularda, chivin chaqishiga, chaqishi bilan suvlaydi. O'shanga gelni surkab qo'yaman, sirazi qaytaradi-da. Oqarib qoladi avvalo, ertalabgacha yaxshi bo'lib qoladi-da. Hattoki boshqa kompaniyalarga taklif qilishganida mahsuloti qanaqa deb so'raganman-da. Mahsuloti bilan ishlamay biznesni qiling deyishganda, menga keyin yo'q, meni qadriyatimga to'g'ri kelmaydi. Meni qadriyatimda birinchi o'rinda to'g'rilik bo'lishi kerak, mahsulotning kuchi bo'lishi kerak. Keyin o'zingiz yo'talib yotibsiz. Ganoni bu endi 5 yil oldingi gapdi, bu gapirayotgan gapim. Ganoni gelidan bitta atalab ichib oling, ertalabgacha yo'talingiz qoladi deganman-da men o'zim bitta tanishimga. Bizda endi mahsulotlarimiz sekin foyda beradi deganda, yo'q, agar rost mana kuchi bor mahsulot bo'lsa, bir kunda ham natija beradi. Men ko'rganim uchun aytayapman deb aytganman-da. Xuddi shunday buni endi qaysidir ko'rinishlarda, misol oddiy gelda ham misol qiladigan bo'lsak, nimadir normativlar bo'yicha belgilangan bo'lsa, lekin biz boshqa narsalarga ham ishlatyapmiz. Ularda ham naf beryapti demoqchiman. Og'izda toshmalar bo'lsa, stomatitlarda ham yaxshi zo'r yordam beradi. Yaralarda, kuyganda yordam beradi. Shu ayollar kasalliklarida dog'siz yo'qotadi. Ayollarda janskida tamponda tavsiya qilamiz. Kortikol kapsulalarni qo'shib juda kuchli. Yiringli yaralarda reishi bilan qo'shilsa, yiringlarni juda yaxshi mahsulot yordam beradi. Men keng spektrli. Shu darajada spektri kengki, siz qaraysiz o'sha og'rib turgan joyga, og'rimay turgan nimalarni ham birdan qo'shib olib ketadi bu mahsulot. Shuning uchun aytamanki, bu
uchta gold seriyadagi mahsulot organizmni shu butun 12 ta a'zolar tizimi bilan birgalikda ishlaydi. Agar siz tizimli buni ichadigan bo'lsangiz, surunkali kasallikdan ham. Aksariyat surunkali kasallikka tibbiyot keragi yo'q. Lekin bugun tez tibbiy yordam o'sha masalan singanda, chiqqanda, tug'ruq jarayonida surunkali kasalligi inson o'zi yordam berish kerak tanaga. Mana bu kasalliklardan qutulishda bu mahsulotlari umuman tengi yo'q, hech narsaga tenglab bo'lmaydi. Lekin aholi o'rtasida noto'g'ri tushuncha bormi yoki to'laqonli ma'lumot yo'qmi deyman. Adashmasam 2 yil, 3 yil oldin qaysidir yaqinimga qaysidir kasalligiga eslayman, tavsiya qilganimni poliklinikaga borib shifokor bilan gaplashganda, ular bo'lmag'ur narsalar, batmat deb nima deyapsiz? Batmat iste'mol qilib yurmang, yozib bergan dorilarni olib iching deb doktorlar endi albatta o'zi apteka bilan hamkorligi bo'ladi ularda. Aholini soddaligidan, ilmsizligidan foydalanib, o'sha naqasini dorisini o'tkazmoqchi bo'ladi. Mana shu gaplarni eshitib, batga bo'lgan odamlarni qarashini, tushunchasini noto'g'ri tarafga burib yuborayotgan poliklinikani doktorlari ham bordi, misol uchun. Va odamlar o'sha qisqa muddatga naf beradigan, hozir bosh og'rig'iga yechim beradigan, hozir og'rib turgan narsasiga yoki yarasiga malham qo'yadigan narsa bilan shifolandim deb o'ylaydi, lekin u shifo emas. Yo'q, vaqtincha simptom yo'qotadi bular. O'sha og'riqlarni, boshqani, shuning uchun aholi tez o'sha og'riq qoldiruvchi doriga, o'sha ko'zga olovdek ko'rinib, lekin bularni doimiy ravishda, ayniqsa og'riq qoldiruvchi dorilar tarkibi oshqozonda ertaga yaralar paydo bo'lishiga, qon ketishga sababchi bo'lishi mumkin yoki oshqozon bilan bog'liq dorilar ko'pincha onkologiya chaqiruvchi hisoblanadi bular o'sha joyda genofonni buzib. Shuning uchun ham bular vaqtinchalik bo'ladi, lekin mana bu nima demoqchiman? Men aytamanki, qaysi shifokorga borsang bitta shiorim bor, bir boshdan oyoq kuzat deyman. Okulistga borsang o'z ochkida o'tiradi deyman. Davleniya kardiologga borsang o'zini tortmasida kiygut choyi davleniya dorisi turadi. Nevropatolog o'zi asabiy gapingizni oxirigacha eshitmaydi. Onkologga borsangiz o'zi nima edi? O'zini yaqini shu kasal bilan og'rigan. Ginekologda o'zini kelini yo qizi necha yildan beri farzandli bo'la olmayapti. Men aytam, baraka topkurlar, hammani sog'ligi o'zini qo'lida. Xuddi shunaqa. Shuning uchun ham korporatsiyani missiyasi menga juda ham ma'qul bo'lgan o'sha nimada har bir xonadonga salomatlik va farovonlik olib kirish. Oldin ich deydi korporatsiya. Sot demaydi, olib chiqarib nimadir qil demaydi. Oldin ich deydi. Mana birinchi marta o'zingni natija ko'r deydi. Nima ish qilishim kerak desam, opa ichishingiz kerak deganda, ha ichishim kerakmikan deb o'sha 2 sumka mahsulotni olib, men 3 oy ichmaganman, o'sha 38 kunda ichib tugatganman. Chunki peridozirovka yo'q deyishgan. Bir kun 2 ta, 8 ta, bir kunda 38 talab kapsula ichganmanda, o'sha 38 kunda tugaganmanda 2 sumka mahsulot. O'shanda hamki qarang, shu darajada hayotga sho'ng'ib ketgan ekanmiz. Uyim deb, oylik deb, ish deb qaram, atrofdagi insonlar menga aytgan, Dilfuza opa, qayergadir boryapsizmi, nimadir qilyapsizmi? O'zgarish bo'ldi sizda. Keyin qizimda borib, har zamonda kelib turardi, o'qishda edi. Aya, sizga nima bo'lgan, qayerga bordingiz? Hech joyga borganim yo'q-da. O'sha atrofdagilarni nimasi bilan o'zimdagi o'zgarish shu darajada hayotda tashvishlar bilan yurarkanmizda, o'zimizga e'tibor bo'lmasa, keyin o'sha bu mahsulotlardan natija olib, keyin chuqurroq o'rganib, men aytaman, bebaho deysizmi? Da, yo'q, gana bo'lmaganda nima bo'lar? Chunki bilasizmi, siz ham bosh og'riq qoldiruvchi trimonlar bilan ovunib bilgan bo'larsiz. Yo'q, men undan ham kuchlisini ichganman, Faniganni ichganman. Iymon bilasizmi, birinchi meni shu mahsulot tavsiya qilgan inson qo'limda ishlaydigan Xurshida degan qiz edi. U onkologiya bilan og'riganda, kichik chanoq bo'shlig'ida o'simta bor edi, ximiyoterapiya olar edi. Har necha kunda ximiya olardi laborant qizim. Keyin o'rganyapman, oxiri ingliz tilini uncha yaxshi bilmay qizimga aytdim, inglizcha yozgani tam Amerikada bu haqda nima juda bir chiroyli ta'riflayapti, lekin nima uchun men eshitmadim shuni? Nima uchun 2010-yil kirgan narsani 6 yildan keyin eshityapsan Dilfuza? Vaholanki o'zim juda aqlli deb bilganman, hamma narsadan xabardor deganman. Keyin qizim o'sha bitta gapni inglizcha saytda yozib, Protiv onkologiya nomer 1 mahsulot degan ekan, bo'ldi, qolgan tarjima qilmasang ham yetadi deganman. Men shu qizni majbur qilganman olishga. Olishing kerak. Onkologiya ekan. Oxiri bir rosa jahlim chiqdi. Plastik kartalarni olib qo'yganman, bilasizmi? Da shu qizimga men aytdim, oxiri jahlim. Men aytdim, Xurshida baribir o'lasan ertaga dedim.
o'ylasan ana 4 yoshda o'zim ichganman, natija oldim. Yo'q, unda ichib ko'rgansiz demoqchiman. Ichgin deganman, onkologiyadan qutulasan, ximiya olyapsan. Ximiya seni immun sistemangni nolga tushiradi, senga kurasholmaydi. U o'sim, только o'sim tana yo'q qiladi, butun tanangni yo'q qiladi. Onkologiyaga immunitet kurashish kerak axir. Da 4 yashar bolang qoladi, ering uylanadi. Xuddi shunday. Ering uylanadi, rozimisan deganman. Ko'zidan yosh chiqib, hech esimdan chiqmaydi, o'zi ham nima qiladi. Opa nimaga bunaqa deyapsiz? Bor gap aytyapman dedi. Yo ichasan yo o'lasan dedi. Majbur qilganman. Yaxshi ko'rganingizdan. Yaxshi ko'rganimdan, chunki ximiya oladigan kun ishga kelmas edi. Ko'pincha o'sha boshliqlarga u joyga ketdi, bu joyga ketdi deb yopishga harakat qilardik. Kasalligini nima qilishga, pul kerak oilaga, ishlaydi, oilaga kam. Bilasizmi, ichib shunaqa zo'r natija oldi. Oxirgi 2-3 ta ximiyasini olishak bo'lmadi shu qizga. Молодец. 7 oy deganda homilador bo'ldi. Birinchi gano bolajonimiz tug'ilgan shunda. Hozir 5 yashar bo'ldi shu bola ham. Katta bo'lib qoldi. Ishonch kuchaydi. Men aynan bu sohaga farmatsevtik sanoatda ishlaydigan va undan $1000 daromad oladigan, lekin miyoma kasalligi orqali juda ham tushkunlikka tushib qolgan. Buning oqibatida men endi rakka qarab ketamanmi degan tushuncha xulosa bilan tushkunlikka tushgandan keyin aynan bu ganoni mahsulotlarini iste'mol qilishni boshlagandan keyin o'zida o'zgarish sezib, umuman farm biznesidan ketib, ganoni oilasiga kirib ketgan Samarqandlik Zarifa degan qizimiz haqida eshitdim Samarqandga borganimda. U yerda biz trening qildik, seminar qildik. Hozir aynan Zarifani o'zining natijalarini o'zidan eshitsak. Men Zarifa O'runova 1987-yilda tavallud topganman. Hayotim davomida 20 yil farm sohasida faoliyat olib bordim. Juda ko'plab insonlar bilan ishladim, yaxshigina daromad ham qildim. Mana shu yillar davomida ish, hayot, ro'zg'or tashvishini deb o'z sog'lig'imni yo'qotdim. Chunki noto'g'ri ovqatlanish, ish rejimining bir xil emasligi menda ortiqcha vaznni keltirib chiqardi. Bundan tashqari, surunkali qabziyat, qon bosimining ko'tarilishi, bachadonda miyoma hosil bo'lishi, immun sistemasining buzilishiga sabab bo'ldi. Holatimdan xabar topgan akam meni gano shifoga olib keldi. Boshida ishonmadim. Akamning so'zlarini ikki qilmasdan mahsulotni iste'mol qila boshladim. Sekin-asta mahsulotlar o'z ijobiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Hozirgi kunda gano mahsulotlari meni hayotim mazmuniga aylanib qolgan. Ko'rib turganingizdek 30 kilo vazn tashladim. Hozirda sog' salomatman. Shuning uchun bu ajoyib mahsulotlarni o'zgalarga ham ulashishni niyat qildim. Maqsadim ko'plab insonlarning sog'lig'ini tiklab, kompaniya imkoniyatlarini foydalanib, uch tojli qirol elchisi darajasini qo'lga kiritishdir. Bularning barchasi uchun kompaniya prezidentidan, bosh ustozimizdan va yuqori ustozlarimizdan cheksiz minnatdorman. Aynan mahsulotlardan iste'mol qilib natija olgan ayollarimizni aynan keltirib natijalarni ko'rsata olasizmi? Juda ko'p bunaqa natija, qaysi bir sanashni ham bilmayman to'g'risi. Shu Jizzaxga shu ko'krakda onkologiya boshlanib, ko'kraklar kattalashib, shishib, bir tushkunlikda yurgan holatda ganoni eshitib, mahsulot ichib, bor yo'g'i 25 kunda natija olgan inson bor. Shamsiyeva Nazira degan, hozir Jizzax Sirdaryo viloyati konsuli shu sog'ligini orqasidan juda ko'p insonlarga salomatlik ulashyapti, zo'r natija olgan ko'krakda. Ko'p o'sha jenskiy kasalliklar, ayollar kasalliklari bachadonda bilasiz, ko'krak bilan bog'liq, ko'krakda boshlanadi. Keyin yana bitta qizimiz bor, kista bor edi, unda ko'kraklarda rosa ham ko'p kistalar bor edi. Xafa bo'lib, har kuni onkologiya borib lecheniya olganda bir hamkorimiz tanishib qolib olib keldida, biz 10 kunda unga endi 10 kunda natija qilamiz demadik, shoshganidan 10 kun ichgandan keyin yugurib apparatga borib, Dilfuza opa, ko'kragimdagi o'simtalar kichrayibdi deb nima bo'ldi? Zo'r nima qildi? To'xtatmasdan oxirigacha olib borishga, chunki o'sma kasalliklarda bari uzoqroq ichiradi, kamida minimum 6 oy ichish kerak. Zo'r natija oldi. Bilasizmi, shu qiz egizakchalik bo'lib oldi. Bitta o'g'il, bitta qizchasi bor hozir. Rosa ham sevadi mahsulotni, chunki hayotga qaytardi. O'sha davrni eslatsangiz ko'zdan yosh oqadi. Dilfuza opa, endi o'laman ekan deb o'ylardim, chunki har bitta insonga katta stress bo'lsa kerak deyman, onkologiyani yozuvini o'qib darvozasidan kirib borish. Albatta. Qayerda bo'shdan qat'iy nazar qattiq tushkunlikka tushadi. Juda qattiq tushkunlikka tushadi. Ayniqsa ayollar. Ayniqsa ayollarda.
Endi hozir yana bitta kasallik to'g'risida shu yerda aytmasam bo'lmaydi. Endometrioz degan diagnoz ko'payib ketdi. Barchalar ha endometrioz ekan deydi, oddiy xalq buni tushunishmaydi. Lekin bu rakka juda yaqin bo'lgan diagnoz. Juda ham dugonasi, даже miomadan ham yaqin diagnoz hisoblanadi. Mana shu holat bo'lmasligi ayniqsa hozir qizlarda ham ko'payyapti. Shuning uchun mana o'spirin qizlar o'sha papilloma virusga qarshi emlanyapti. Endi emlash bu vaqtincha narsa, organizm o'zini immun tizimi qarshi kurashmasa bu bekor narsa deb o'ylayman. Aynan o'sha diagnozlar qo'yilmasligi uchun, shu narsa bo'lmasligi uchun sizda mayli umuman qo'yilmasin, lekin oldini olish uchun aynan shu mahsulot har bir xonadonga kirishi kerak deb o'ylayman. Chunki onalar sog'lom onalar sog'lom bo'lsa, ularni ruhiyati, qalbi sog'lom bo'lsa, bolalar chiroyli katta bo'ladi, er-xotin munosabati chiroyli bo'ladi. Shuning uchun mana shu 3 ta Gold seriyani bilasizmi barchalar? Men даже bo'sh korobkasini ham tashlashga nima qilaman, shu darajada yaxshi ko'raman mahsulotlarni-da. Bular o'sha kirgandan butun tomirlaringizga jon bergandan keyin xolismi yo'qmi butun tana uyg'onadi. Butun tana joy-joyida ishlashga harakat qiladi. Xuddi katta tasavvur qiling, zavod, unda katta mayda stanoklar bor. Har bitta stanokki ishini chiroyli qilib joy-joyiga qo'ygandan keyin tibbiyot bilan, farm bilan buni qila olmaymiz. Buni hech ham iloji yo'q. Shuning uchun ham bu mahsulot Allohning mo'jizasi deyiladi. Shuning uchun ham bu aynan lenchishi, rayshi, yonchi deyiladi har xil xalq tilida. O'zimizda bu mahsulotni tengi yo'q mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun ham bu mahsulot 4000 yil qirollarda sir saqlangan, juda ham sir saqlangan. Oddiy xalqqa berilmagan, hech ham agar bittagina oddiy xalq bittagina dermani iste'mol qilganini bilishsa, qatl qilishgan. Uzoq umr ko'rish siri oddiy xalq uchun bo'lmagan, faqat zodagonlar va boylar uchun bo'lgan. Qarang, shu darajada boya aytgan peshona 8 qarish insonlarimiz mahsulot dasturxonimizda mana zavodlarni bo'lishi, bizda upakovishni, klinikani bo'lishi. Bu klinika juda zo'r klinikalardan ham alohida, chunki Gano Artemetics klinikasini 2020-yildan beri O'zbekistonda Toshkentda faoliyat yurityapti. O'rta Osiyo bo'yicha yagona klinika bu. Nima uchun yagona? Chunki bu immunoreform terapiya yo'nalishidagi klinika. Ya'ni har bitta insonning immunitetini qayta reforma qiladi. Davolash yo'nalishi shunga qaratilgan. Immunitetingiz qayta reforma bo'lgandan keyin tana o'zini to'g'rilab ketadi xohlagan joyda. Shuning uchun bitta kasal uchun назначение qilasiz, qolgan 5 ta kasal orqasidan yaxshi bo'lib ketadi. Organizm immun tizimi, hamma narsaga immun tizim. Mana shunaqa bo'ldiki, Covid paytida oyoqda yurgan insonlarni yo'qotib qo'ydik. Yonimizda yurgan insonlarni yo'qotib qo'ydik. Biz bilmaymiz ichkarida immun tizimimiz qanaqa ishlayapti, qanday holatda. Aynan shu mahsulot dasturxoningizda bo'lsa, kunlik ratsioningizda bo'lsa, o'sha kafolat sizga. Immun tizimi joy-joyida chiroyli ishlayapti. Chunki mahsulot ichgan insonda Allohga shukr o'lim holati bo'lmadi. Biz shu narsani rosa nima qildik? Mahsulot uyida kirgan insonlarda bu holat avvalo Allohdan, koronavirus paytida. Koronavirus avvalo Allohdan insonga qancha umr beradi, qancha yashashimiz. Sababini ham qilish kerak. Sababini qilish kerak. Uni chiroyli yashash, sog'lom yashash avvalo o'zimizga bog'liq deb o'ylayman. Shuning uchun ham klinikada hozir bundan ham kuchli mahsulotlarimiz bor. Super IGP degan 80 ga 1 nisbat. Uni faqat kuchli gonoterapevtlar tavsiyasi bilan ichiladi. Profilaktika sifatida ichsa bo'ladi. Aynan shu mahsulotlar korreksiyasi qilinib, insonlarga kompleks lecheniya qilinadi. Baribir biza bir butun sistema. Uni alohida davolab bo'lmaydi. Ayollik kasalliklari bo'yicha aytaman, ayollarimiz bugun o'zlarini turmush o'rtoqlariga nisbatan, ildizda o'sha otalariga nisbatan xafagarchiliklari bilan ishlashmas ekan, tanalariga to'g'ri uxot, to'g'ri o'sha yechim, to'g'ri oziqani berishmas ekan, ikki tomonlama ruhiy tomonni ham sog'lomlikda, tanasini ham sog'lomlikda ushlamas ekan, muammo qaytalanaveradi va oila inqirozga uchrayveradida. Chunki oiladagi muhitni o'zgartirishga ham sababchi bu ayol. Ayolda o'zini ruhiy holati yaxshi bo'lsa, bu ayol oilani kayfiyatida. Ayolda kayfiyati yaxshi bo'lsa, ayol baxtiyor nazar bilan hayotga qarashni o'rgansa, xuddi mana shu gapimdan gap tayyor turgan ayollar bo'lishi mumkin.
erkak kishida yo'qmi, ha xo'p mayli turmush o'rtog'i hozircha uni tushunmayotgandirda, qo'llamayotgandir, lekin u o'zini o'zgartirsa, u hayotga bo'lgan qarashini o'zgartirsa, asta sekin yonidagi inson ham o'zgarishni boshlaydi. Agar u menga bermasa mani hayotim o'zgarmaydi, sog'lig'im yaxshilanmaydi degan narsa bilan o'tiraversa va aybdor tashqaridan qidiraversa, buni fojiasiga faqat bolalar qoladi deymanda. Chunki baxtsiz onani ko'rib katta bo'layotgan yoki kutuv bilan yashayotgan onani ko'rib yashayotgan bolalar ham xuddi mana shunaqangi baxtsiz va baxtsizligi norma deb qabul qiladigan bolalarni voyaga yetkazamiz. Ya'ni bugungi avlodni biz qanaqangi tarbiya qilishimiz, ertaga qanaqa bo'lishini bugungi onalarning holati, o'zi bilan munosabati, o'zini qadrlashi, o'zini yaxshi ko'rish darajasiga qarab turib, bolalarning kelajagini bemalol biz bashorat qila olishimiz mumkin. Bitta narsa aytmoqchiman shu yerda, baribir shu narsa borib o'sha ayollarda adaptatsion potensial degan narsa bo'ladi. Umuman insonlarda bo'ladi. O'sha adaptatsiyaga tez moslashib ketish jarayoni, qoniqish hissini bo'lishi. Bularni bo'lmasligi hozir ayollarda yo'q. Ne только ayollarda, erkaklarda ham, yoshlarda ham bu adaptatsion potensial pasayib ketgan, umuman tushib ketgan va gomeostoz degan narsa bor, organizmni ichki nisbiy doimiyligi. Bu narsa ham buzilgan. Shuning uchun ham mahsulot ichganda nima bo'ladi? O'sha munosabat ham tiklanishini biz rosa ko'ramiz. Shuning uchun ham aynan Ganoderma mana shu Reishi Golf bilasizmi, adaptogenlar qiroli deb ta'riflanadi. Adaptogenlar qiroli. Qirol bo'lish hammaga emas. Bu mahsulot ichingizga kirgandan keyin siz har qanaqa muhitga moslashasizda. Shuning uchun ham adaptogenlar qiroli. Потому что nima uchun? Bu qizil kategoriya, bu qon bilan ishlayapti, yurak, jigar, o'pka, taloq nima bilan ishlayapti. Va organizmda adaptatsion potensial yuqori bo'lgandan keyin kerakli mikroelementlar, chunki mana batla deyapmiz, bulardan batli farqli ravishda bular terapevtik ta'sirga, effektiga ega. Chunki ma'lumot uchun aytmoqchiman, mana yanvar oyida shu vaqtgacha Gana Shifo tashkiloti 6 ta katta klinik tadqiqotlar o'tkazgan bo'lsa, 7-chisi bo'lib onkologiya o'zini zo'r pechat bilan tashxisini berdi, чтобы mahsulot imенно onkologik o'sma kasalliklarga zo'r yordam beradi, chunki ular 9 oy davomida eksperiment qildi va kecha yanvar oyida buni xulosani berishdi. Va 100% kafolatini ham berishdi. To'g'ri, bungacha ham mahsulot 14 ta xalqaro sifat sertifikatiga ega, bir qancha jiddiy tashkilotlardan o'zini maqomiga yarasha xulosalarni olgan. Lekin aynan Reishi Goldda bu adaptogen qiroli bo'lishi aynan o'sha xavfli o'sma kasalliklarni oldini olishda ham juda yaxshi yordam beradi. Shuning uchun ham mahsulotni tengi yo'q deymiz. Mahsulotdan natija olmaganlar ham bo'lgan, Dilfuza opa? Mahsulotdan natija olmagan deyishim qiyin. Mahsulot nimani davolashni oxirigacha olib bormasdan noto'g'ri tushuncha bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki har qanday kasallikka rivojlanish uchun kamida 5-6 yil vaqt ketadigan bo'lsa, uni tuzalishini hatto 5-6 oy kurashish kerak. Albatta. Masalan, 50 yoshda bo'lsangiz, siz 50 yillik imoratsiz, 30 yoshda bo'lsangiz, 30 yillik imoratsiz, 70 yoshda bo'lsangiz, 70 yillik imoratsiz. Lekin hozir teskari, o'sha 30 yillik imorati, lekin kasalligi juda ham 60 yoshdagi. 60 yoshda kasalligida odam nima deyishni ham ta'riflashni bilmaysiz. Mana shunaqa holatda davolashni birinchi effektidan aytam, natijada ko'rasiz birinchi effekt. Chunki boyaga aytganda kayfiyat ko'tariladi bu yerda. Qon aylanishni yaxshilash hisobiga. Oxirigacha olib borish kerakki, surunkali kasalliklarni yo'qotish uchun. Shu sabr, bu yerda faqat sabr kerak. Biz o'rganganmiz. 10 kunda emas, 7 kunda, 7 kunda emas, 5 kunda, 5 kunda emas, 3 kunda yaxshi bo'lish kerak. Yo'q, buni iloji yo'q. Vaqt kerak. Vaqt kerak, o'sha doimiy. Chunki bular birinchidan bad emas, ikkinchidan bu farm ham emas. Bular ekstrakt. Aynan Ganoderma ekstrakt hisoblanadi. O'sha ekstrakt endi tushunishlari uchun baddan ham yuqoriroqmi shunda? Badlar просто добавка, ularda davolash xususiyati bo'lmaydi. Ya'ni terapevtik xususiyati yo'q. Bu degani kasalliklarni davolay olmaydi. Faqat bugun ichasiz, bugungi kerakli narsani beradi. Oziqa. To'xtatgandan so'ng bu yana o'sha holatda. Tushunyapsizmi? Men aytam, badlarni ichib yaxshi bo'lish uchun tug'ilgandan boshlab umr oxirigacha ichish kerak. Tushunyapsizmi? Biologически активная добавка к пище deydi. Ovqatga qo'shimcha. Bular o'zi ovqat.
Ha. Bular o'zi ovqatda, lekin baribir oziqa yeymiz. Bular o'zi ikki xil holatda kasallik kelib chiqadi. Kerakli narsa kirmaganida, kirgan narsa chiqmaganda. Bular ikkita ish bajaradi. Tozalab qo'yadi, berib qo'yadi. Tozalab to'ldirib ketadi. Shuning uchun ham biz o'zi bitta kasal uchun ichamiz qolgan. Mana juda ko'p bo'lgan gemoroy uchun yozganmiz, astmadan, davleniyadan qutulgan. O'zim xo'jayin davleniyasi uchun ichgan, zreniyasi yaxshilangan. Grija uchun lecheniya qilyapmiz, zaodno matkadagi mioma yo'qolyapti. Ayollar o'zi hayron bunaqa xususiyatlar va vaqtlar o'tib kasallikning natija qarab mahsulot aqlli degan gapga keyin odam nima qiladi, o'sha payt nima qilmaydi. Chunki bularda davolash effekti bor. Ha, tushunarli. Organizmda qanday qilib davolaydi? Birinchi navbatda o'sha adaptatsion potensialni yuqori qiladi va organizmda filtr organlar faoliyatini tiklaydi. Immun sistemasini joyiga qo'yadi. Shuning uchun aytdim, klinika immunoreform terapiya. Organizmda immunitetni qayta reforma qilsak, organizm o'zi kurashadi. Masalan, jigaringizni tozalab bersa, chiroyli qilib, jigar o'zi qonni tozalab oladi. Shart emas unga tashqaridan qonni suyultirish, nimadir qilish. O't ishini faoliyat qilib bersa, taloq ishini chiroyli qilib bersa, qonda o'zi eritrotsitlarning miqdori, qonni reologiyasi o'zi yaxshilanadi. Shuning uchun ham o'sha yurak qon tomir kasalliklarida ham juda ham ko'p natijamiz. Chunki qon aylanishi yaxshilamasdan turib hech qaysi kasallik yaxshilab bo'lmaydi. Qon olib boradi oziqani, qon olib ketadi o'sha yerdagi toksin moddalar. Siz shunchalik to'liq ma'lumot berdingizki, men yaqinda dadamga 22-may tug'ilgan kunlari sanatoriyaga nima olib bermoqchi edim, bilet olib bermoqchi edim, lekin hozir siz bilan suhbatlashgandan keyin fikrim o'zgardi. Mana shu mahsulotlarni sovg'a qilishim kerak ekan. Chunki oyoqlari bezovta qiladi, chap oyoqlari og'rib turadi. Eng yaxshi sovg'a aynan mana shu komplekt sovg'a qilishim ekan degan eng zo'r qaror bu. Juda ham zo'r qaror, chunki bilasizmi, men aytamanki, sanatoriyga sog'lom insonlar borish kerak. Chunki yerda fizioterapiyalar bor, issiq muolajalar bor, jigaringizni holatini bilmaysiz, oshqozon ichak faoliyatini bilmaysiz. Butun tana bilan men aytamanki, aynan shu 3 ta mahsulot eng zo'r, даже aytishim mumkin, ba'zi klinikalar balkim jahli ham chiqib qolar. Eng zo'r, hali Toshkentliklar aytmadi, doda klinikalaridan ham zo'r natija olasizlar deyman, chunki ves organizm bilan ishlaydi. Agar surunkali kasallik bo'lsa, to'g'ri, bularni doimiy ichish, kamida 6 oy mahsulot ichish tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki yillar davomida yig'ilgan qon tomirdagi toksinlarni bir kunda, 10 kunda chiqarish qiyin va shuning uchun ham yosh katta insonlarga kichikroq dozada mahsulotlarni, men aytaman, mahsulotlar tabiiy, lekin bular hazillashadigan mahsulot emas. Oddiy choyimiz bilan ham hazillashib bo'lmaydi deyman. To'g'ri. Shuning uchun eng to'g'ri qaror mana shu bo'ladi. Chunki dadangiz, ota-ona sog'lom bo'lsa, biz orqamizda tog'imiz bor. Ular ozgina kasal bo'lsa, baribir bu yoqda xotirjam ishlay olmaysiz. Bir xayolingiz u yoqda bo'ladi. Ota-onangiz sog'lom bo'lsa, siz bemalol o'zingiz vazifangizni bajara olasiz va o'ylaymanki, bugungi bizni bu suhbatimizdan keyin tomoshabinlar ham o'ziga eng to'g'ri xulosani oladi va eng to'g'ri yechimni qilisha oladi deb o'ylayman. Chunki siz to'laqonli ma'lumot berdingiz. Ma'lumotlar uchun rahmat, Dilfuza opa, vaqtingizni ayirmaganiniz uchun. Meni o'zimga ham rosa ko'p ma'lumotlar oldim. Kattakon rahmat.